Mana bu smesitellarimizni hop 2 smesimizni qo'ygan edik. Narx-navolar yana arzga tushdi. 180 mingdan qilib beramiz. Bunaqa oddiy smesitellarimiz mana dushoydi. Bular o'sha 100 ming so'mdan. Rakvinalarimiz ham o'sha narx-navoda hamma narsalari bilan, komplektlar bilan 270 ming so'mdan. Smesitellari, sifonlari komplekt bo'ladi. Mana bunaqa ko'chaga qo'yadigan rakvinalarimiz ham bor edi. Bularning ham xili juda ham ko'p, narx-navolari yana ham tushgan bular. Hamma narsasi ichida 900 ming so'm. Har xil dizaynda bor. Gaz plitani ustiga qo'yiladigan vitishkalarimiz bor. Dudburon deydi. Bular narxi hop 250 ming so'mdan boshlanadi. Narxlari shu 250 dan boshlab ketaveradi. Keyin mana bunaqa shkafli rakvinalarimiz bor. Mana masalan, mana shu narsa bizda 950 ming so'm turadi. Biz uni shu Instagram orqali kelsangiz, hop 750 ming qilib beramiz. Mana shunasini ham 750 ming qilib beramiz, bunisini ham 750 ming qilib beramiz. Qolganlari ham o'ziga qarab narx-navolari har xil narxlarda bor.